Hurmatli obunachilar, sizlar so'radlaring, biz sababini bilib keldik. Mana bundaqa yarichki tozalari kelgan. Nasldor akalar. Hurmatli obunachilar, oldindan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Xudo xolasa sizlar uchun biz narxni o'ta arzon chiqarib beraveramiz. Bir oy davomida biz video qo'yib bo'lmadi, ayrim sabablarga ko'ra. Xudo xolasa bundan buyog'ida sizlar uchun harakat qilaveramiz akalar. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib borish aka-ukalarimiz. Xudo xolasa akalar, bugun hafta kuniga chorshanba 1-aprel 2026-yil. Biz video syomkalarimizda Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'ondamiz. Xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab akalar turaverasizlar. Xudo xolasa narxlarni o'ta arzon qilib berish uchun mana Tepaqo'rg'onga Diyorbek ukamiz xonadoniga kelganmiz. Diyorbek, sizmisiz? Sog'lik yaxshimi, charchami? Xudo xolasa bugungi qo'ylarni yarichki zo'rlar deb kelamiz. Anjamir video qo'yib bo'lmaymiz. Sensatsiya narx bo'ladi bugun. Xudo xolasa narxni zo'r qilib qo'yib beramiz. Bundan keyin qo'yni zo'rlari chiqadi. Oxirigacha qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyin bonuslar hammasidan chiqadi. Xudo xolasa ko'rsin. akalar, ana qo'ylar. Tozalari keladi. Kanalda butun yarichki o'ta zo'rlari chiqadi. Like bosib qo'llab-quvvatlaverasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun biz narxni o'ta arzon qilib beraveramiz. Mana quloq tashab turishlarni qaranglar, qo'ylar toza narsalar, mana yuz boshlarni qarang. Mana stoykalarni ham, stakan tuyoq jonivorlar. Xudo xolasa 3 dona ekan, Diyorbek. 3 dona. Xo'sh, yosh oyliklari. Ikkitasi 4 bittasi 2 4 qaysi? 4 mana buni bilaman, buni. Ko'kmi? Ha. Bunisi 2 mana. Ko'rsataman, o'rab. Bitta ushlab ko'rsatinglar. Mana obunachilar, mana 4 ish. Buni bo'g'oz qisirligi qanaqa? Bo'g'oz qisirligi 50 buni. 50 olaverasizlar akalar, mana. Jannavor. O'ta toza narsa ekan. Mana. Bo'ylari ham 80 chiqarsa kerak, xotirjam. O'lchab qo'yinglar. O'lchab metr deb kelganlar. Mana obunachilar. Mana toza narsalar, mana. Mana dumbalar, mana hamma yog'i kelgan jonivor. Birorta solpi dumbasi yo'q. Dumba quyruqlar hamma yog'i joyida, mana quloqlarigacha jonivorlar. Mana. Mana belni qarang, yovg'on. Xudo xolasa qo'chqariga tayyor variantlari. Bo'yini ham o'lchab qo'yildi, Diyorbek. Ana yer sathidan chiqqaniga olaverasizlar obunachilar. Ana endi bunisi aka. To'xta, ottirma uni. Mana O'z holda turgan ham yo'q qo'y. ana chiqqaniga olaverasizlar obunachilar. To'xtab, Mana 80 dan baland ekan bunisi. Ol, qo'yib yuboring. Ichini ochib qo'yinglar. ichini ochib ko'rsataman. Ana ikkishga endi o'tyapti. Ikkich jonivor. Ol, mana shu bitta ushlab tur. Ana, obunachilar. Bunikini ham och. İşte 4 ish. Ikkita 4 ish, bitta shishak, mana bol qo'yib yuboringlar. Ana jonivorlar. Mana yosh oylik hamma yog'ini aytdik. Bo'g'oz qisirligini mana o'zlaring Qo'shmagan bo'lsa kerak bular, yaxshi. 50 ga 50, yaxshi arashan qo'chqar tozasi bo'lsa qo'shib qo'yasizlar mana. Tozasi kerak bo'lsa, qo'yib beraveraman. Xudo xolasa. Endi bularni narxida qoldi, Diyorbek buni. Narxini buni bir joyga olishadigan bo'lsa, buni mayda chudasi qilmaymiz. 6 million 300 dan dastavkasini qilib beramiz. 6 million 300 danmi? Ha. O'tib berasiz, Diyorbek. Qo'ylar ama yaxshi narsa ekan-ku. Telefon qilsin, o'tib beraman. Yo'qsa mayli, shayda o'tib qo'y, 6 million 200 dan mana. 6 million 200 Bo'lgan dan. narxni aytib qo'yadi, 6 million 200 dan. O'zi qo'ylar ham yaxshi, xudo xolasa narxi ham zo'r oldi. Diyorbek, men ham bitta gapirib, buni ezg'ilash kerak yo'q, o'zi qo'y topishdi, o'zi bo'lmayapti. Ha, qo'ylar. Tekis 6 million so'mdan. Yo'q, 6 dan to'g'ri kelmaydi. Qo'ylar yaxshi. 6 million so'mdan, Diyorbek, nima deysiz? O'ynab turgan qo'ylar. Jonivor. Ammo haqiqiy obunachilar olib tashlab maza qilib boqadigan joyda, ammo yaxshi qo'chqarni qo'shib bo'ladigan narxi 6 million 100 undan o'tib berolmayman. O'zi yaxshi narx bo'ldi. Gavdasi ham yaxshi, sifati ham zo'r qo'ydi. Men ham kam so'ramadim, 6 million so'mdan. 6 million 100 dan bo'lsa Toshkentgacha ketdi. Telefon qilsa, u yo'q obunachilar ichib cho'tdi. Qaygacha dastlabki? Toshkentgacha. Toshkentgacha. Samarqandgacha ham bor, kelishamiz. Xolasa, ana obunachilar 6 million 100 ming so'mdan mana.
Mana shoshilib aloqaga chiqing obunachilar. Birinchi telefon qilgan odamga aznadan hayrini ham qilib beraman deyapti Yorbek. Mana kamida 7 milliondan chiqaryapti mana. 6 million 100 ming so'mdan mana obunachilar. Toza narsalar kelganda shoshilib aloqaga chiqing. Turgan puldan foyda yo'q. Soqqani qilish kerak akalar. Tashab qo'yinglar mana. Xudo xolasa yaxshi arashani qo'shib nasl oladigan narsalar jonivorlar mana. Bittadan like'ni bosing hoji akasiz. Keyingi partiya ham to'xullarni udoridan bor. Nech partiya chiqadi bugunga? Bugunga bir 4 partiya yengillangan qo'ylar zo'rdan chiqarib beramiz. Xudo xolasa Keyingi partiyaga o'tamiz. mayli. Obunachilar mana ikkinchi partiyamizga toza yarichkalari mana tonini qarang jonivorlarni. Yungi ham olingan. Obunachilar mana yuzvoshini qarang jonivorlarni. Bittadan like'ni mixlaysiz hoji aka endi. Xudo xolasa narxni bularnikin o'ta yengil qilib beraman deyapti. Bular hammasi to'g'ri. Hammasi to'g'ri yo'q bular. Mana obunachilar. Diyorbek buni son 4 dona ekan-a. Xudo xolasa mana. Jonivorlar mana o'ta sifatli ekan. Yungilarni olib tayyor qo'ygan boquvga. Mana 30 ming 40 ming so'mni oldirmaysizlar ham obunachilar mana. Jonivor qaranglar yuzini. Mana jonivorlar. Xudo xolasa narx arzon bo'ladi Diyorbek. Narx arzon bularni yosh oyliklarda ham bo'lsa bir 7 oylik ag'bag'ida. 7 oylik ag'bag' ha. Barra qo'zmas, to'g'li qo'y. Xotirjam alqishaveradi. 7 oylik olaverasizlar akalar. Bir hafta sinov bor-a? Yeb ichishiga akalar bir hafta garantiyasi bor. Buni joniga hech kim garantiya bermaydi. Xudo xolasa yeb ichishiga bir hafta sinov olishaveradi akalar. Qo'ylarni o'lchaveramiz, shunga bitta. Bo'yini ham o'lchaveraylik. Mana obunachilar, mana yerdan mana 80. 80. Qo'yaveramiz. Ikkinchisi. Chiqqaniga olaverasizlar obunachilar. Biz aytish shart emas. Ana shu eng kichigi bo'lsa kerak. To'xtab. Ana obunachilar. 74. Mana shu eng kichigi ekan, eng kichigi mana. Ana oxirgisi. 75 dan balandroq ekani. 75 ga olib. Yo'lshan 75. Ana obunachilar. Buni hammasi qo'za Diyorbek. Hammasi qo'z, ha. Ana toza yarichkalar akalar. Yaxshi qo'chqorni qo'shib, tarbiyasini qilib ko'paytiradigan narsalar jonivorlar. Qo'chqor qo'shib bola olsa-chi boqib buni hozir qo'chqor qo'yib bo'lmaydi. Hali o'sadigan narsa. Yana bir 3 oy 4 oydan keyin qo'shsa, to'g'risi yana ham o'sib qo'ylar zo'r bo'lib qoladi, xudo xolasa. Buni Qo'chqorni ham qilib beraveraman. xudo xolasa buni narxida hamma. Bu narx arzon. Nechta yerda ko'ryapti, ular solishtirmaylik 5,5 million, 6 million ham chiqaryapti bizda. Arzon 5 million 200 dan ketaveradi bir joyga. 5 million 200 dan. 5 million 200 dan ketaveradi. O't berasizmi Diyorbek? Narxni o'zi bilib turibman. Narxni arzon qo'yyapsiz. Siz ko'pchilikga qaraganda 200 ming 300 ming arzon qo'ying, xudo xolasa bitta o'g'ilni Rivoj uchun arzon bo'lyapti. 5 million 100 olsa mana ketdi bir. 5 milliondan tekisdan ketaveradi. Buni tortish kerak yo'q Diyorbek. 5 milliondan kam bo'lib qoladi. Obunachilar, uncha YouTube'ga bunday solishtiraverasizlar ham. 5 million 100 dan yaxshi narx. Xudo xolasa arzon qo'yyaptilar. Akalar, xudo xolasa like'ni bosib, shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Buni bor-ku, kanalga men obuna bo'ldim deb telefon qilsam 5 milliondan bo'pti. Bir joyga bo'lsa ketdi. 5 million so'mdan ha? U yog'i endi judalik bo'lib ketadi. Barakasini bersin. Jonivorlar 5 million so'mdan yarichga qo'zilar akalar. Shoshilib aloqaga chiqing. Turgan puldan foyda yo'q akalar. Mana oling, tashang, ko'paytiring zotdan. Diyorbek bularni dastavka xizmati Dastavka Toshkentgacha. Hop. Samarqand, Buxoro, bu yerdan telefon qilsa ishni bitiramiz. Xudo xolasa mana. Yo'q endi pul ichib chaqa bo'ladi, hozir 50 ming yo'qqa bo'ladi, xolos. Kelishilgan holda akalar. Uzoqroq bo'lsa-chi ko'proq qo'shiladi, yaqinroq bo'lsa ozroq qo'shiladi shunaqa. Xudo xolasa akalar mana aloqaga chiqing, ish 100 ish bitadi. Diyorbek telefon qilib yana ishni bitiraman. 2 ta olaman, 3 ta olaman desa ham kelishilgan holda o'zlaring video qilib tashlab beraverasiz ha. Kelishaveramiz. Ana akalar, ana jonivorlar. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Endi biz 3-partiyamizga o'tamiz. Obunachilar mana 3-partiyamizga naqd bo'g'oz akalar. Yelin tashlayotgan jonivorlar. Ana hurmatli obunachilar, naqd bo'g'ozi. Tishi ham yosh deb maqtayaptilar. Mana yelin tashab qo'ygan jonivorlar mana. Naqd bo'g'oz. Bir oyda tug'adiganlar, bir oy borib bormaydi. Yaqin ha Diyorbek bular. Yaqin bo'g'oz. Ana. O'yladi qarang. Obunachilar mana.
Uşanchi bittadan. Tishlarini ko'rib qo'yaylik. Ana obunachilar tishini mana. 4 tish. Yelmay o'satib. Jonivor mana yelini tashab qo'ygancha. Biroy ag'bag'i qo'yar. Ikkinchisi mana 6 tish bu. To'rttaga Bo'yini ham o'lchab qo'yamiz, qo'yvermay turing mana. Yelini tashab qo'ygan akalar. Bir oy bag'ida tug'adi. Bir oyga bormaydi ham, xudo xolasa inshaalloh. Mana akalar, yerni satqidan mana 85 qoldi. 85 qoldi mana. Ikkinchisi mana yerdan 80 dan sal balandroq ekan. 80 pil. 80 Mana obunachilar, mana 4 tish, 6 tish. Naq bo'g'oz. Bularda Diyarbek yeb ichishlari, bir hafta garantiya. Sinovdan o'tgan, ha? Sinovdan o'tdi o'zi bular. Yeb ichib turibdi. Qo'ylar zo'r, xudo xolsa bolani ham zo'r beradi. Qo'ylar qarang turishini mana. Jonivor mana. Bularda o'sha bu qo'chqor ham bor bularda. Qo'chqorni ham ko'rsataylik. Mashalloh, akalar mana havas qilganlar bittadan laykni mixlang akalar. Mana yuz boshini, garbonos, quloq hamma yog'i kelgan jonivordi mana. Mana obunachilar. Qo'ydagi bunisi yo'q ekan akalar mana. Stakan tuyoq. Jonivor. Dumbalarni tullayapti mana. Necha oylik Diyarbek bu? Bu 8 oylik, 9 oylik ag'bag'ida. 8-9 oylik a. Bu hali qo'zi. Hali tish yorishga chiqqan yo'q. Hali Tishini ko'rsat. ko'rsatib qo'ydik. Ana. Bo'y bastini ham bir o'lchab beramiz a. Qo'zi ekan bo'ldi. Mana o'lchaymiz. 85 chiqsa kerak jonivor. Mana yerdan balandligi Plus 85 plus. 85 plus. Qo'y varancha bir yurishlarini ham ko'raylikchi jonivorni. Ana akalar. Mana akalar shu narsalarni xohlasam narxini arzon qilib beraman. Bular bo'g'ozlardi pulini. Diyarbek Bu bo'g'ozlar addini qo'chqorlarni qilib beraman. bo'g'ozlarni necha pulga berasiz? Bo'ladigan narxini aytib qo'ygan. Bu 7,5 8 yo'q. 6 million 700 dan qilib beraman. Bular Diyarbek men ham kam so'ramay. Qo'y topishni o'zi bo'lmayapti. Ha, o'zi bunaqa 6 million 400 ming so'mdan nima deysiz? Yo'q, 6 million 400 juda kamayib ketadi. O'zi bunaqa to'sh olsam bo'lgan yo'q. Qo'ylar yaxshi. Obunachilar hadema ikkita bo'ladi. Ikkita qo'y 4 ta bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa akalar mana salkinda xudo xolasa bir oy ag'bag'ida mana tug'adi jonivor. 4 ta bo'ladi akalar. Diyarbek bitta gap. 13 million so'mga ketaveradi. Vodiy bo'ylab dastlabkani besplatni qilib berasiz. Kam bu qilibdi. 13 million 200 berilsin bo'pti. Dastlabkasini Toshkentgacha qilib beray bo'pti. Diyarbek 13 million so'mga yengil baraka bering. Kanal yangi xudo xolasa duo qilib boqishar olamiz. Obuna bo'lgan odamga ketdi 13 million. Barakani bersin akalar mana. Qo'chqor o'ylaydigan bo'lsa narxini Qo'chqorni narxini 8,5 million qilib beraman. 8,5 million. 8,5 million so'm dastlabkasini Samarqandgacha, Toshkentgacha qilib beraman. Ishni bitiramiz, xudo xolasa. Diyarbek buni o'tib berasiz 8 ga. Ha, bo'pti 200 ming o'tib beraman, bo'ladimi? 200 ming so'm o'tib beraman. 8 million 300. Dastlabkasini qilib beraman. 8 millionga 200 ming so'm o'tib bering. Yo'q, 8 million. Bo'pti 100 ming o'tib berasiz akalar. 100 ming so'm akalar. Mana jonivor toza narsa. Ana. Yaxshi, qo'zi hali. Bo'pti, mayda chudasi yo'q. Bo'ladigan narxni aytib 8 million ketaveradi. 8 millionga. Sekund qo'ydi qiynamaylik. 8 million. Issig'ida baraka qilib qo'yaylik, Xudo ham barakani bersin. Akalar 8 million so'mga arzon Bundan qo'ying. keyingi bitta ona bolani zo'ri bor. Ona bolani olib chiqamiz, xudo Xolasa bo'ldi akalar. Oxirgi partiyaga obunachilar mana. Videomiz shu bir dona yana ona bola bor deyaptilar, uni ham chiqaramiz. Xolasa mana 4-partiyaga o'tamiz. Mana obunachilar, ona bolani haqiqiy liniyalik tozasi mana. Bolani ham qarang, shalpon quloq jonivor. Bittadan laykni mixlaysiz akalar. Xudo xolasa buni ham narxini arzonlatib chiqarib beramiz. Tozasi bo'yinlardan, dumbalardan pulayapti onasiga. Jonivorni qaranglar akalar. Havas qilganlar bittadan laykni bosing. Diyarbek buni bolasi nima? Qo'chqor sovliq. Urg'ochimi? Ikkinchi bolasi u, 4 kishi onasi. Ana akalar mana tishi yoshini zot olay ko'paytirib yuraman degan obunachilarimizga 1,5 oylik qo'z bolasi. 1,5 oylik bolani haqiqiy jonivor yaxshi beribdi ama. Hozir qo'chqordan boshqa egasi 4 tishi, ikkinchi bola Diyarbek. Ikkinchi bolasi. Jonivor. Tishini ko'rsatib qo'yinglar bir. So'z isboti bilan bo'lsin. Qarang, mana tulash. Jonivor qaranglar. O'zi tullaydi, buni yungini olish shart emas, obunachilar mana. Neylar qarang, mana o'lsaga tulab tushyapti. Jonivor. Simjun ekan. Mana to'shlarni ham Alloh mana. O'zi tullayapti ekan jonivor. 4 tish. Yo'q, oching ko'rinmayapti yaxshi. Mana 4 tish bo'ldi ko'rindi. Bo'yini ham o'lchab qo'yinglar onasini.
Ana obunachilar 85 salkam. 82, 83 ga olaverasizlar. Bol qo'yaveraman. Buni narxi Diyorbek Bu narxi bo'ladiganini aytamiz. Mayda chudasi yo'q. 10 million 200 mingga ketaveradi. buni 10 millionga ozgina o'tib bering Diyorbek. U o'zi yaxshi bo'ldi, o'sam bo'pti mayli. Talab qilmaylik, tortishmaylik. 2 uni olsam 10 million ketaveradi. Telefon olaman yana hayron qilib beraman. Akalar mana 10 million so'mga. Ikkinchi bola zotda hali 5-6 bola olaverasizlar akalar. Bu ish bosgan bir qari narsa emas akalar mana. Yosh narsa. 4 ish. Ikkinchi bola 10 millionga dastlabki Samarqandga yetkazib beraman. 10 million bersam, xudo xolasa dastlabkasi Samarqandga yetkazib chiroyli qilib yetkazib beraman. dastlabkasi ichida ketaveradi. 10 millionga mayli, xayrini qilib beraman. Ana akalar. Aytganimiz bo'lmaydi, o'tib beraman. Sunnatiga, xayriga o'tib beradi. Diyorbek bitta gap. Bundan tashqari nechta qo'y chiqdi hozir? Birinchi partiya, ikkinchi partiya. Yo'q. Birinchi partiyamni, ikkinchi partiyani nechta soni? O'sh 7 ta. Birinchisi 3 ta chiqdi, ikkinchisi 4 ta chiqdi. O'sha 7 tani olamiz deysiz obunachilarimiz. Общий sommadan nech pul o'tib berasiz? Общий sommadan xayriga, sunnatiga 50 ming so'mdan o'tib beraman. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan o'tib beraman. Akalar mana yani 50 ming so'mdan o'tkazib berdim akalar. Xudo xolasa mana 50 ming yana o'tib berdilar. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar, ish bitadi akalar. 100 ga 100. Soatini qizig'i yo'q, telefon qilaverasizlar mana. Yeb ichlarni qarang, jonivorda, yuzi ham o'ta toza narsa ekan. Qarang turishini, jonivorda. Akalar shu bilan shu oxirgi videomiz, xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Video kamchiliklarimizda xato kamchiliklari bo'lsa akalar, to'g'ri tushunasizlar. Yangimiz kommentariyaga yozib o'taverasizlar akalar. Shu mana videolarimizni yakunlaymiz akalar. Hammaga rahmat, like bosib, obuna bo'lib, otangga rahmat deb kommentariya yozib turinglar akalar. Biz sizlar uchun gaziga bosaveramiz akalar.